Mavzuyimiz me'yorga ko'ra umumiy miqdorni topish. Me'yorga ko'ra umumiy miqdorni topish nima degani? Me'yorga ko'ra umumiy miqdorni topish deganda, belgilangan norma yoki standart asosida umumiy hajm, miqdor yoki qiymatni hisoblash tushuniladi. Ya'ni, oldindan belgilangan me'yorlar asosida umumiy hisob-kitob amalga oshiriladi. Bu nima degani? Biz bundan oldingi darsda me'yor mavzusini o'rgandik hamda me'yorni qanday topishni o'rgangandik. Me'yorga ko'ra umumiy miqdorni topish esa xuddi o'sha mavzuning teskarisi hisoblanadi. Bunda me'yor keltiriladi, ammo ma'lum bir vaqt ichida bajarilgan birlik keltirilmaydi. Shunga oid misollarni yechib ko'rib, mavzuyimizni tushunishga harakat qilamiz. Bizda masala keltirilgan. Zavodda 1 minutda 275 ta banka ishlab chiqarilsa, 100 minutda nechta banka ishlab chiqariladi? Bizda me'yor keltirilgan, ya'ni 275 soni bu 1 minut uchun me'yor hisoblanadi. Endi biz o'sha 1 minut uchun me'yordan 100 minut uchun me'yorni topib olishimiz kerak. Bunda 275 sonini 100 ga ko'paytirib olamiz. Masalaning yechishini ko'rsak. Yechish 275 sonimiz ko'paytirilgan 100. Chiqqan javobimiz 27500. Demak, bankda, ya'ni zavodda 27500 ta banka ishlab chiqarilar ekan. Qarasak, changyutgich har minutda 10 metr kvadrat maydonni tozalaydi. Ushbu changyutgich bilan yarim soatda qancha maydonni tozalash mumkin? Masalaning yechishiga kelsak. Xo'sh, endi masalaning shartiga kelsak. Bizda changyutgich bor hamda u 4 minutda 10 metr kvadrat maydonni tozalaydi. Ushbu changyutgichimiz yarim soatda qancha maydonni tozalaydi? Yechish. Bunda birinchi bo'lib vaqtni aniqlab olishimiz kerak. Bizda me'yorimiz, ya'ni normamiz 4 minut uchun 10 metr kvadrat. Yarim soat uchun qancha? Vaqtni aniqlab olsak, yarim soatimiz 30 minut bo'lsa, 30 ni bo'lib olishimiz kerak 4 ga. Chiqqan javobimiz esa 7,5. Endi ikkinchi amalga kelsak, har 4 minutda 10 metr kvadratni tozalaganligi uchun 7,5 ni ko'paytirib olyapmiz 10 ga. Chiqqan javobimiz esa 75 metr kvadrat. Demak, bizda javob 75 metr kvadratga teng.